Amerika Tashqi ishlar ministrligining 198 davlat va rayon haqidagi 2022 yillik kishilik huquq masalalari haqidagi doklati 20 mart kuni e'lon qilindi. Dokladda Xitoyning bu sohadagi ahvolda dafsandichilik qilmishining texmi og'irlashganligi jonliq namoyon bo'ldi. Bu yillik dokladda Xitoy hukumatining hokimiyatliq va diktatorlik tabiatining bir kuchli dalili sifatida Uyg'ur qirg'inchiligi va Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlari alohida o'tirg'a qo'yildi. Dokladda bu qilmishlarning hozirmi izchil davom qilayotganligi ta'kidlangan bo'lib, 1 milliondan ortiq kishining xohlagancha qo'lga olinishi va qamoqqa hukm qilinishi, majburiy tug'mas qilib etish, majburiy homila tushirish, jinsiy xo'rliq, ko'lamlashgan majburiy emgak, shundaqla diniy e'tiqod erkinligi, so'z va yutkilish erkinligi qatorliqlarni tortib olganligi tafsiliy misollar va faktlar bo'yicha sharhlandi. İctimai uchur vositalarida tarqalgan sendin oshkorlanishicha, Xitoy hukumati Kuchardagi eng chong jamiyalardan biri bo'lgan Kuchar chong jamiyasini sayohat va atalmish madaniyat o'rniga o'zgartirib o'tgan. Mazkur senda ko'rsatilgani Sharq Turkistonning Oqsu viloyati Kuchar shahriga joylashgan chong jamiya bo'lib, Xitoy yillardan buyon taqab qo'ygan mazkur jamiyani atalmish madaniyat uyi qilib o'zgartgan. Senda Xitoy musulmonlarga masjid jamiyalarga hurmatsizlik qilgan holda jamiyaning ichida bir ayolni usul o'ynatib turib, jamiyani Xitoy madaniyatiga bog'lab tanishtirishga uringan. Xitoy islom diniga qarshi terror siyosatini tez suratda ijro qilayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chaqirtildi yoki sayohat o'rni mayxona qilib o'zgartirib etildi. Sharq Turkiston xalqi islom dinidan butunlay voz kechishga majburlandi. Shundaqla Xitoy bu yil e'lon qilgan atalmish yirik plan orqali irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qilganligidan bishorat bergan edi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Rossiyaga qilgan ziyorati jarayonida ikki davlatning rahbarlari Ukraina krizisidagi to'qinishni to'xtatish va masalani suhbat orqali hal qilishni talab qilgan. Tunugun Xitoy rahbari Xi bilan Putin o'tirisidagi suhbatdan keyin ikki davlatning strategik hamkorligi to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilindi. 2030 yilga borganda Rossiya Xitoy iqtisodiy hamkorligining muqim sohalarini taraqqiy qildirish plani to'g'risidagi 8 moddalik bayonotda ashyo obort sistemasini taraqqiy qildirib, ikki davlat o'rtasidagi elektronlik savdo va boshqa yangilik yaratish qurollarining oshirilishi ta'kidlangan. Amerika prezidenti Joe Biden istixborot organlaridan Xitoy virusining manbasiga aloqador maxfiy hujjatlarni oshkorlash talab qilgan qonun loyihasini imzolagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi norozilik bildirib, Amerikaning virus manbasini tekshirishni siyosiy vosita qilib qo'llanish bilan aybladi. Parlamentning ikki palatasida har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasi Wuhan virus instituti bilan yangi tipli tojismon virus kasalligi o'rtasidagi yoshirin bog'lanishga munosabatlik har xil va barliq uchurlarning 90 kun ichida oshkorlanishini talab qilgan. Germaniya iqtisod va klimatni qo'g'dash ministri Robert Habekning bildirishicha, Germaniya texnik sohasida Xitoyga eksport cheklamasi qo'yishni bog'lamoqda. Habek Germaniyaning Xitoyga eksport cheklamasini Amerikaning Xitoyga o'zak eksport qilish cheklamasiga o'xshash bog'laydiganligini bayon qilib, Germaniyaning texnik rahbarligini yo'qotib qo'ymasligi kerakligini ta'kidladi. Habek yana mundaq dedi: "Eksportni kontrol qilish hamma yerda bo'lmasligi kerak. Ammo biz bir qism xalqaro sohalarda texnik qattiq bo'lishimiz kerak" dedi. Tayvan Tashqi ishlar ministri Joseph Wu Rossiya Ukraina urushida tinchlik planini o'tirg'a qo'ygan Xitoyning Tayvanga urush bilan tahdid solganligini ta'kidlab, "Biz ahmoq emasmiz. Tinchlikni xohlamsizlar? Har ikki mustabid cho'qim ularning tahdidi, tajovuzchiligi va kengaymichiligini darhol to'xtatish kerak" dedi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining rasmiy ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilingan yozmasida Xi Jinpingning Rossiyaga qilingan ziyorati bog'landi.